Men Mustafoyeva Dilobar Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filialida 4-bosqich talabasiman. Bugun sizlar bilan jahon tarbiya konsepsiyasining qiyosiy tahlili mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni quyidagi rejalar asosida. Birinchisi tarbiya nazariyalari, ikkinchisi tarbiya usullari va texnikalari, uchinchisi jahon tarbiya model va tizimlar qiyosi. Tarbiya nazariyalari. Tarbiya nazariyalari turli yondashuvlar va usullar orqali bolalar va o'smirlarni tarbiyalashga qaratilgan ilmiy konsepsiyalarni o'rganadi. Mashhur tarbiya nazariyalariga Jean-Jacques Rousseau, Lev Vygotsky, Jon Dewey kabi olimlarning qarashlari kiradi. Jean-Jacques Rousseau bolalarni tabiiy rivojlanishga qo'yish kerakligini ta'kidlagan. Lev Vygotsky rus psixologi sotsial madaniy rivojlanish nazariyasini ilgari suradi. Bunda o'rganish ijtimoiy muloqot orqali amalga oshiriladi. Jon Dewey tajribaga asoslangan o'quv dasturlarini taklif etgan. Bu nazariyalar har biri tarbiya jarayonida talabalarning individualligi va faol ishtirokini muhim deb biladi. Ta'lim olish jarayonida tarbiya usullari va texnikalari muhim o'rin tutadi. Birinchisi, muloqot usuli o'quvchilarga bilimlarni yetkazishdagi samarali vosita bo'lib, ularga o'z-o'zini anglash imkonini beradi. Ikkinchisi, mustaqil ishlash usuli talabalarning fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Uchinchisi, ijodiy texnikalar o'quvchilarni yangi g'oyalar yaratishga undaydi. To'rtinchisi, o'yin texnikalari yangi bilimlarni o'zlashtirishda qiziqarli jarayonlarni hosil qiladi. Beshinchisi, guruh ishlari jamoa ichidagi muloqotni mustahkamlaydi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Samara 80% dan ziyod narsa eslab qolinsa, yuqoridagi usullarning uyg'unligi bilan ta'minlanadi. Jahon tarbiya modeli va tizimlari qiyosiga ko'ra turli davlatlarda o'quv jarayonlari va natijalari sezilarli farq qiladi. Misol uchun, Finlandiyada o'quvchilar o'rtacha 45 daqiqa dars oladilar va kamroq topshiriqlar beriladi. Bu esa yuksak natijalar beradi. Yaponiya ta'lim tizimi esa yuqori intizom va uzoq o'quv soatlari bilan mashhur. O'rtacha yapon bolasi haftasiga 60 soat o'qishni o'z ichiga oluvchi ishlab chiqarish tizimida ishtirok etadi. AQShda esa yiliga o'rtacha 180 kun o'quv davri mavjud bo'lib, turli yondashuvlar qo'llaniladi. Ushbu tizimlar turlicha natijalar va imkoniyat yaratadi hamda global raqobatbardoshlikda muhim rol o'ynaydi. Tarbiyaviy konsepsiyalar va ularning maqsadlari. Tarbiyaviy konsepsiyalar ta'lim va tarbiyaning samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariyalar va metodikalardir. Ularning asosiy maqsadlari yosh avlodni ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishdan iborat. Masalan, axloqiy tarbiya konsepsiyasi bolalarni odob va axloq qoidalariga rioya qilishga, insonparvarlik va mas'uliyatni anglashga o'rgatadi. Estetik tarbiya esa san'at va madaniyat orqali go'zallikni his qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Vatanparvarlik tarbiyasi mustaqillikka, sadoqat va madaniy boylikka hurmatni rivojlantiradi. Har bir konsepsiya milliy va individual xususiyatlarga moslashtirilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi hamda ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Pedagogik metodlarning qiyosiy tahlilida turli usullar ko'rib chiqiladi. Masalan, konstruktivizm o'quvchilarning tajribalarini hisobga olib, interaktiv o'qitishni qo'llaydi. Traditsion metodlarda esa asosan o'qituvchi markazda bo'lish yordamida leksiya va repetitsiya bilan bilimlar yetkaziladi. Konstruktivizm o'quvchilar orasida 75% o'zlashtirishni ko'rsatsa, an'anaviy usul esa 50% yetishi mumkin. Shuningdek, differensial o'qitish o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan holda 80% muvaffaqiyat ko'rsatadi va innovatsion texnologiyalar, masalan, raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan darslarda ishtirokchilar soni o'rtacha 90% ni tashkil qiladi. Bu raqamlar metodlar samaradorligini qiyoslash imkonini beradi.
tarbiya jarayoni tashkil etish bu ta'lim va tarbiyani rejalashtirish va amalga oshirish jarayonidir. O'zbekistonda ta'lim strategiyasi tarbiya jarayoniga katta e'tibor qaratadi. Bunda maktab, oila va jamiyat hamkorligi muhim rol o'ynaydi. Har yili O'zbekiston bo'ylab minglab ta'lim maskanlarida tarbiya dasturlari amalga oshiriladi va 2021-yilda 11 yillik majburiy ta'lim tizimi joriy etilib, undan 7,1 milliondan ortiq o'quvchi foydalandi. Shu bilan birga maktabgacha ta'lim muassasalarini qamrab olish darajasi 62% ga yetgani e'lon qilingan. Tarbiya jarayoni fuqarolik, iqtidormandlik, vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.